Nega odamlar shunchaki chekishni tashlab yubora olmaydi? Oddiy tuyuladi, to'g'rimi? Lekin buni faqat haqiqatdan ham urinib ko'rgan odamlar tushunadi. Nikotin bu shunchaki odat emas. Bu insoniyat duch kelgan eng kuchli qaramliklardan biri. U tanangda ham, ongingda ham o'ziga bog'lab oladi. Aslida jismoniy istak atiga 3 kunda yo'q qoladi. Ha, 3 kunda. Lekin qoladigani bu psixologik tortish va u hamma joyda yashirinadi. Ertalabki qahvada, do'stlar bilan kulishda yoki ish tugagach tin olib o'tirganingda. Nikotin qon orqali miyangga 10 soniyadan kam vaqt ichida yetib boradi. U dopamin, lazzat va mukofot hissini beradigan moddaning otilishini qo'zg'atadi. Qanchalik ko'p cheksang, miyang shunchalik shu rohat signalini kutishga o'rganadi. Vaqt o'tgan sayin esa sigaret endi senga yoqimli his bermaydi. U shunchaki yomon his qilishni to'xtatadi. Ana shunda u seni to'liq o'z domiga oladi. Ko'pchilik bu yo'lni ongli tanlamagan. Ular o'smirlikdan boshlagan, qiziqishdan, yo'qotilgan hisdan yoki shunchaki zo'r ko'rinish uchun. Tamaki sanoati esa aynan shuni xohlagan. Bugun dunyoda har kuni 1 milliarddan ortiq odam sigaret yoqadi va 2023-yilda 8 milliondan ortiq inson shu sababdan hayotdan ko'z yumdi. Sizning ham sigaret chekadigan do'stingiz bormi? Unga bu videoni yuborib qo'ying. Hoziroq kanalimizga obuna bo'ling.